Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. BMW logotip tarkib bo'lganimizni bilamasdan ko'rishingiz mumkin. Oldi kapot, orqa kapotligi o'ziga platini tushadi, uzun ekan. Xitoy varianti. Sifati ham qaysilar ham o'ta chiroyli chiqadi. Ustida salafani bor, ko'chirtachlari. Buni orqasida oyoqlari bor. Stopper bilan tegizib qo'ysani. Chiroyli turadi. Shu videoni BMW uqlab ketgan, yo'q uchib ketgan. Tanishlarga jo'natib qo'yarsizlar. Nalichida bor sotuvda. Bemalol kelib do'konimizda xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Namangan shahar, Lo'li Jahon bozori, Ayli 9-do'kon. Videomizga like, podpiska bosib qo'yasizlar. Kimga narx qiziq bo'lsa, kommentariy yozinglar. Narxni aytamiz. Narxini aytmaysiz deganlar uchun narxlar o'ynab turadi. Videoda narx ayta olmaymiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol lichka yozsa narxini tashlab beramiz. Bitta bilmasa boshqa hamma narsani ham narxini ayta olmaymiz.